Assalomu alaykum vatandoshlar, omonmisizlar? Jinoyat shahridan assalomu alaykum hammalarga. Bugun 17-fevral 2026-yil. Ajoyib yangiliklarimiz bor edi. Qo'ymodon shahri uchun va qishloqlar, Qo'ymodonda nechta qishloqlar bo'lsa, qishloqlar uchun ajoyib yangiliklarimiz bor edi. Xudo xolasa davom etamiz. Kecha kunda ustozlar bilan gaplashganda juda ham xursand bo'ldim. Bu qishlog'imiz tarixida birinchi marta bo'layotgan ishlardan biri. Xullas kalom bu narsani kimdaki biznes g'oyalari bo'lsa, 16 yoshdan to 35 yoshgacha kimdaki biznes qilaman degan insonlar bo'lsa, xudo xolasa aynan videolar uchun bu narsa Qo'ymodon shahridan 800 nafar inson qatnashishi mumkin. O'sha 800 nafarni 100 kishi qishlog'imizdan ekan. Ustozimiz jonkuyarlik qilib qishlog'imizdan 100 nafar insonni men yetishtiraman xudo xolasa, bizda bor bunaqa biznes g'oyalari bor insonlar deb. Xullas kalon 4 ta gruppa tuzar ekanlar. 4 ta gruppada har bir gruppada 25 nafardan inson qatnashishi kerak. Bu insonlarda yosh avlodlardan kimdaki masalan 16 yoshdan to 35 yoshgacha bo'lgan insonlar qatnashishi mumkin. Bu qatnashgan insonlarda biznes g'oyalari bo'lishi kerak. Biznes g'oyalari. Bu biznes g'oyalari endi biz o'zimiz dehqonchiliklar bilan shug'ullanganimiz uchun aynan bu dehqonchilik tomonidan bu. Oddiy misol, o'rikni qaysi navlarini ko'paytirsak bo'ladi. Qanday qilib yaxshi sifatli o'rik olsak bo'ladi. Bu o'riklarni qayerga eksportga chiqarsak bo'ladi. Va qurtaq qilamiz, bargak qilamiz. Mana shu navlarini batafsil uyda aytib berib, ko'rsatib berish kerak insonlar. Xullas kalom bu seminar tashkil bo'ladi qishlog'imizda. Hozir mana shu telefon raqamlarini hamma joyini ko'rsatib boraman sizlarga. Seminar qishloqda bo'ladi. 100 kishilik seminar qishloqda bo'ladi. O'zlari kelishadi, tepadagi insonlar kelishadi, seminarni qishloqda o'tishadi. Holi joy noaniq, ammo shu 52-o'rta maktabida o'tkazilishi kutilmoqda seminarlarda. Seminar 3 marta bo'ladi. O'sha 3 martada sizlar o'zlaringni chiqishlaring bilan ko'rsatib berishlaring kerak. Bu seminarda tepasiga o'tasizlarmi, yo'qmi, lekin har bir kishiga mukofotlari bor ulardi. Bittadan 3 tagacha mukofotlari bor. Har bir qatnashgan kishiga. Adashmasam har bir mukofotlari 800 so'mlik mukofotlardan. Aynan o'sha dehqonchilikka kerak bo'ladigan narsalar. Kimdaki bu seminardan yutsalar, xudo xolasa, mana shu o'zimizda qishlog'imizdan ichidan tanlab olinsalar, bular 7 kunga Dushanbega ketishar ekan. 7 kunlik xullas kalom Dushanbega davlat tomonidan pul ajratilgan. Yo'l kiroralariga, yeb ichishlariga, yashashlariga, joylariga Dushanbeda 7 kun borib o'sha seminarlarga qatnashib keladilar. Kimdaki o'sha Dushanbeda seminarda yutsalar, har bir qatnashgan kishiga, yutgan kishiga $7000 Janubiy Koreya tomonidan pul ajratilgan. Mana shunday g'oyalarni ko'tarish uchun, podдержка qilish uchun Janubiy Koreyadan bu safar pul ajratilgan ekan. Kelinglar, kimdaki mana shunday biznes g'oyalari bo'lsa, qatnashinglar. Ayoqqa mana nima deydi, shu narsani yosh avlodda ayoqqa turg'izib berishga bu davlatlarda zo'r возможность bu. Kimdaki mesela planlari bo'lsa, oddiy misol, yaqinda mana anorni ko'rsatdik, o'zlaring guvohi bo'ling. Anorni ko'rsatib bordik. Anorni qanday qilib upakovka qilib, qanday qilib saqlasa, oddiy misolda mana shu kishilar qatnashishi mumkin. Shu bizda juda ham ko'p bunaqa insonlar. Faqat biz bilmaymiz, ammo o'zlaring bilasizlar, kimda qanaqa hunarga egaligini o'zlaringiz bilasizlar. Qatnashinglar, o'rinlarda onglar bizning faxrimiz. Bu yetidan keyin bu sho'rab qoladan palonchi kishi pul yutib ketdi, birinchi o'rinda olib ketdi. Juda ham xursand bo'lamiz bu narsadan. Shuning uchun kelinglar, o'zimizni seminarda qishlog'imizning ichida bo'layotgan seminarga 800 so'mdan sal undan oshiqroq mukofotlar bor har bir qatnashgan kishiga. Xudo xolasa o'zimizdan yutib borib, tanlanib, Dushanbega 7 kun bepul, oziq-ovqat, yashash bepul. Dushanbeda birinchi o'rinda olsalaring o'sha 35 ta o'rin bo'lar ekan. O'sha 35 ta o'rinda har bir o'rinlarda 35 kishiga $7000 dan pul ajratilar ekan. $7000 dan. Bu 70,000 so'mdan. Adashmay 70,000 so'mdan pul ajratilar ekan. Agarda bu o'sha biznes g'oyalaring uchun, bu pullar biznes g'oyalaring uchun. Bu pullarni olib turib, meni g'oyam, biznes g'oyam sal qimmatroqqa tushadi desalaring, ko'rib chiqarishar ekan, yana ustiga doполнительный pul berishar ekan. Biznes g'oya deganda ko'pchilik har xil tushunishi mumkin. Oddiy misol qilib tushuntirib o'tamiz.
hozir bizda aynan dehqonchiliklarni rivojlantirishga qaratilgan bu narsalar. Aslida bu narsani tashkil bo'lishi dehqonchilikni rivojlantirish. Oddiy misol qo'yib aytamiz, hozir solnishli panellar chiqqan, o'zlaring ko'rdilaring, guvohi bo'ldilaring. O'zimiz ambulatoriyaga qo'yib berdik. Sizlarning podeshkalaring bilan, Alloh rozi bo'lsin hammalaringdan. Mana shunaqa teplitsani qilib, yerlaring bor. Parnik qilib, parnik ustiga o'sha solnishni o'rnatib, ichiga batareyalarni qo'yib. Bu davlat tomonidan pul ajratiladi. Oddiy mana shu g'oyalarni ko'tarib chiqsalaring. Ichiga pomidor bormi, bodringmi, bolgariskami, qalampurmi, baqlajonmi, o'sha erta bahorga hamma endi urug'ni tashlashni boshlaganda sizlarniki chiqib turadi-ku, mana bozorga olib chiqasizlar, 20 somon yog'i 40 somon, 50 somon sotasizlar, eksportga chiqarasizlar. Mana shu shunga o'xshashli g'oyalarni ko'tarib chiqsalaring, xudo xolasa, o'rik navlarini, anor navlarini qandoq qilib sifatli mahsulot olishga va chidamliligini uzoqqa surib berishga, eksportga chiqarishga. Bu bizda juda ham mevalar ko'p. Masalan, deylik, anorda aytdik, sharbatlardan aytaylik, kompotlardan aytaylik. Olicha kompoti kelyapti. Olicha kompot o'z vaqtida sotsalar arzon sotasizlar, ammo uni yig'ib kompot qilib turib, vareniymi, kompotmi qilib turib bir joyda olib turib taklab qishda yo eksportga chiqarsalar yo o'zimizda sotsalar o'sha narsani, undan bir necha barobar ko'p foyda olasizlar. Yaqinda anjir murabbolarni o'zimiz hamqishloqlarimiz, akalarimiz qilib Rossiya chet davlatlarga chiqarib berdilar. Ham o'zlarimizda ham sotdilar aso. Oddiy misol, shu g'oyalarni o'z vaqtida olib turib yig'ib, o'zimizda opa-singillarimiz bor, ukalarimiz bor, shu narsa qiziqaykan. Bu biznes o'zi qo'shnidan olib turib, masalan, qo'shnidan olasizlar, unisidan, bunisidan qo'shnilardan olib turib o'sha narsalarni yig'ib turib kompot qilib, bosib, oddiy misol qo'yib aytyapman, bu kompotda aytyapman-da, vareniyni. Shunga o'xshash narsalar ko'p. Prosta men shu bizda dehqonchilik bilan shug'ullangan uchun aytib o'tyapman. Vaqtida sotsak arzon ketadi, o'sha narsani yig'ib turib, adderni bosib, qishti bilan sotib chiqsak yana ko'proq summa qoladi. Davlat mana shu narsani tarafdori, shu narsani g'oyalarda kimda shunaqa ishchilar bo'lsa, biz pul ajrataylik, shunga shu ishlarni qilsin, oyoqqa turib olsin degan masalada xudo xolasa pul ajratilgan ekan, shu narsa tashkil bo'lgan ekan. Xullas qilgan sizlarga Janubiy Koreyadan aytdik, xudo xolasa pul o'tkazayotgan davlat Janubiy Koreya. Seminarga 3 marta seminar bo'ladi, 3 marta seminar bo'ladi. Har bir seminarlar 3 soatdan bo'ladi. Har bir qatnashgan kishiga, bu qishlog'imizda bo'layotgan narsa, qishloq. Har qatnashgan kishiga mukofotlari bor. 800 so'mdan to 800 so'mdan va oshiqroq mukofotlari bor. O'sha dehqonchilikka kerak bo'lgan narsalarni sizlarga e'tiborlarga berishadi mukofot pulini. Xudo xolasa. Dushanbega aytdim, xudo xolasa Dushanbega 7 kun mobaynida hamma joy bepul bo'ladi. Bor seminarlarga qatnashib kelishlaring mumkin. Endi buni qatnashdan ham o'rin olamizmi, yo'qmi degan narsa bo'lmaslik kerak insonda. O'zi biz seminarga qatnashib, Dushanbega borish o'zi bu yutuq bu insonda. Qolganlardan ajralib turish, qolganlardan ancha teparoqdaliginglarni sizlar ko'rsatadi. Shunsa hammada shu qobiliyat yo'qda, shunaqa qobiliyat yo'q hammada ham. Shu Dushanbega borib kelsalaring ham, bu yil o'rin olmasalar ham inshaalloh keyingi yilga ham o'rin olishlaring mumkin. Va keyingi yilga sizlar уже 1 yil mobaynida kattaroq bo'lib, ancha stajni shu sohalaring bo'yicha qayta kamchiliklar bo'lsa to'g'rilab, sizlarga sababchi bo'ladi mana shunaqa narsalar. Shu seminarlarga borish, Dushanbega borish, hamma narsa insonga sababchi bo'ladi, hayotda turtki bo'ladi. Shu narsaga boringlar, qatnashinglar. Juda ham ajoyib narsa bu narsa. Xullas kalon, Ramazon oyida, mana bu kelayotgan Ramazon oyida qonun ro'yxatga olinadi, sizlarga darsliklar beriladi, qaysi tomondan qanaqa savollar berilishdi, qaysi tomonga urg'u berilishdi. Xudo xolasa keyin aprel oyidan seminar qishlog'imizda bo'ladi. 3 marta bo'ladi seminar. Undan keyin xudo xolasa dashi направление Dushanbega bo'ladi. Xo'sh, hammalarni aytib o'tdik. Xudo xolasa yangiliklarimiz shunlardan iborat edi. Mana shu ko'rsatilgan raqamlarga telefon qilinglar. O'zimizda ustozimiz, opamiz mana va maslahat, xudo xolasa qolgan savol-javoblarni mana shu kishilar bilan o'tkazib ko'rishasizlar. Qolgan narsalarni hammasini tushuntirib boradilar. Salomat bo'ling azizlar.
qo'ldan kelgancha xudo xohlasa yana izlanib ko'ramiz. Agar bittaki o'sha qishlog'imizga tushadigan biznes g'oyalaridan ko'proq yig'sak, keyingi videolarda chiqib aytib boramiz xudo xohlasa. Qaysi tomondan ko'proq poddержка qilsak, keyingi bir 10 yil, 20 yilda nima narsaga ko'proq urg'u berilyapti va nima narsadan ko'proq foyda qilsak bo'ladi, xudo xohlasa o'rganib chiqib, xudo xohlasa e'tiborlarga havola qilamiz. Salom bo'linglar.